Sevishganlar, er-xotinlar endi Istanbulga borib, Galatasarayda romantika qilishdan kerak yo'q ekan. Xudo xolasa mana San Sebastianda shunaqa bir odati borki, pichoqni sham qizdirib olsangiz. Ha, to'g'risi ko'rib turib, pichoqni qizdirayotganingiz sham qilqarmikin siz o'ylab. Yo'q, buni San Sebastian Chocco degani bu, men ahamiyat beraman. Qarang, pichoqni qizdirmasa bo'lmaydimi? Oddiy Pichoqni qizdirsa, so'q pichoqni qilsa-chi? yopishib qoladi. Shuning uchun ham pichoqni sal qizdirib olsangiz, mana holati bunaqa chiqadi mana. Mana bu haqiqiysi mana San Sebastian Chocco degani originali mana bunaqa o'ynab turish kerak bo'ladi mana. Bu Chocco. Yana bittasi bor, mana klassik, hozir mana siz bilan xudo xolasa baham ko'ramizda. Eng zo'r fishkasi mana bu yerda bo'ladi. Bunday qilib mana shokoladdan qo'yib berishingiz kerak bo'ladi. Xuddi shu holatda. Shokoladdan ko'ryapsizmi? Va klassikaga eng zo'ri fistashkoviy. Mana fistashka. Pista va hamma bilgan. Nima bu? Dubayskiy shokoladning o'rtasida turgan kadafi. O'zi oddiy xamir bu. Bunday qilib sepib beriladi mana. Tapga ko'ra. Mana shu turishi 35 ming so'm. 35 ming. Qo'shimchalar bo'ladigan bo'lsa, qo'shimchalariga mana bunday qilib beriladi. Qulpinoyi va Bunisi nima endi? bu golubika deyiladi. Bismillahirrohmanirrohim. Mazasi zo'r. Sevishganlar, er-xotinlar endi Istanbulga borib, Galatasarayda romantika qilishdan kerak yo'q ekan. San Sebastian yeganmisiz? Izohlarga yozib qoldiring, ta'mi qanaqa bo'ladi? San Sebastian yemoqchi bo'lganlar, Farg'ona shahar Lamandaga kelinglar. Mazasi dahshat, a'lo. Videoga like bosib, sevishganlarga hamda eng yaqin kimga uylanasiz shunaqani? O'shinga jo'natib qo'ying. Balki hojonaga uylanarsiz, hojonaga jo'nating. Balki ayolingizga uylanarsiz, ayolingizga jo'nating. San Sebastian Istanbulda 140 mingga to'g'ri kelar ekan. Toshkentda 65 mingga. Farg'onada esa 35 mingga. Nima deyapti? Parhez qilayotgan ayollar uchun ma'lumot. Bu San Sebastianni yesiz hech qachon semirtirmas ekan. Sabab o'sha tarkibida krem chiz hamda semirtiradigan umuman oqsil moddalar yo'q ekan. Tabiiy. Albatta sizni tavsiya qilaman Farg'ona shahar Lamandaga kelib, shu San Sebastianni yeb ko'rishingizni.